Assalomu alaykum. Sizlar bilan anime videolar sizlar bilan yana bir bor ko'rishganimdan xursandman va yana bu adashmasam kanalim bo'yicha 5-6 videoyim. Bugun videoyim nima haqida bo'ladi? Bu sentyabr oyi yo avgust oyida chiqadigan animelar haqida qisqacha gaplashib olamiz. Iltimos bu yo'nalishda davom ettirish sizlarni qo'llarda qo'llab-quvvatlash yoki bo'lmasam bir tenga tiqish ham sizlarni qo'llarda. Shuning uchun komment kelib, xohlagan stiker bo'lmasa xohlagan qo'llab-quvvatlashingiz sifatida bitta like bosib ketishni iltimos qilamiz. Biz boshladik. Men ochko'zlik gunohi, arxiyepiskopaman. Ruerlab. Men esa Natsuki Subaru. Nahotki Bizni boshlab bergan anime Re:Zero bu juda ham jiddiy anime. Lekin men 4-faslini adashmasam menimcha chiqib bo'lgan edi, lekin ChatGPT aytishi bo'yicha hozir mana shu yerda qo'yilib boradi. Ya'ni 4-fasl prямой efirga uzatilishi kutilmoqda ekan. Yana ham bilmadim, lekin ChatGPT aytish bo'yicha shunaqa gaplar. Xo'p, bu safar nima bo'ladi? Biz kutgan editlar chiqadi oladimi? Ya'ni biz qondirgan, ya'ni manga bizdan shov-shuvlik mangani bizga to'liq oqlab bera oladimi? Biz mo'jian bizni kutyapmiz. Sizlar tushunmaganinglardek bu iflos animeni men gapirmasam bo'lmasdi, chunki bu eng yoqtirgan personajlarimdan biri, yoqimtoy. Lekin voy bu animeni takror ko'rursin, odam yana qaytadan ko'rging kelaveradi. Faqat bu aslida zo'r anime. Tavsiya qilaman, chunki hammaga yoqqan, birda yoqqan, hattoki ancha-muncha odamlar ham bu animeni juda maroqli ko'radi. Iltimos, buni oila davrasida ko'rishni maqsad bermagan bo'lasam, editlarni ko'rib olinglar, pizdez. Men bilmayman, lekin shunisi aniq, bu anime prosto yorvorilgan va ajoyib chiqqan. Bunga juda ko'p qo'shilaman. Birinchi faslda juda chiroyli, juda eksenlarga boy chiqqan. Ikkinchi faslni to'g'risini aytsam chichib olishibdi. Hali ko'rmasdan turib hafsalam suv bo'ldi. Shuncha animeni prosta tepaga uchirishdi xolos. Endi ko'ramiz, hali urush sahnalariga yetib borgani yo'q. Albatta biz uni kelajakda agar xohlasalar kichkinagina obzorcha qilib chiqamiz. Do'stlar, bu animeni to'liq bilan ko'rmaganman va buni hech kimga tavsiya ham qilmoqchi emasman. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. 13 qismli anime. Turli oshnalarga bor, hazil, huzur, ya'ni xullas eksendan yuqori bo'lmagan holatda. Davay, omad. Aziz do'stlar, sizlarni kutilib turgan, ya'ni mana lug'atda tepada rasmda turibdi. Ya'ni hamma animelar sentyabrda chiqadigan animelar, sentyabr yo avgust oyida chiqadigan animelar hammasi mana shu yerda ko'rsatib o'tirilgan. Xo'p, iltimos, video yoqqan bo'lsa like bosinglar va obuna bo'linglar. To'g'risini aytganda bu video xohlagan paytda chiqishi mumkin. Sizni kichkina vaqtdan olgan holatda bu ikkita odam bilan tanishtirmoqchiman. Ikkalasi ham sinfdoshlarim. Kecha konsertda yutqizib qo'yib, qanaqadir yegan jigarlarim. Haddushi rahmat hammaga.
mujik bo'lib hamma qalampirni oxirigacha yedi. Men просто wow qoldim. Hattoki men bu bolalarga ishonmadim. Ofarin, ishonchim oqlashdi. Naborat ishonchim hattoki miyam ham oqlashdi. Hammaga xayr. Sizlar bilan anime videolar bo'ldi. Xayr.